Yangi yil arafasida Sure kompaniyasi juda katta chegirmalarni taklif qiladi. Tezroq do'konimiz tomon shoshiling va massaj kreslolarimizni xarid qilishga ulgurib qoling, chunki ularning soni chegaralangan. Shundaymi, Lulu? Ha, chekdim malabo. Navbatdagi modelimiz MTI 680 deb nomlanadi va ushbu modelimizning eng asosiy ustunligi shundaki, unda belanchak rejimi mavjud. Ushbu rejim massaj olishingiz jarayonida xuddi belanchakka o'xshab tebrana boshlaydi va bu massajni yana ham yoqimli qiladi. Ikkinchi ustunligi esa shundaki, ushbu kreslamizda bel, son va boldir qismlarini isituvchi maxsus mexanizmga ega. Ushbu mexanizm ayniqsa bel va oyoqlardan og'riqdan shikoyat qilayotgan insonlarimiz uchun juda ham foydali. Ayniqsa ayol va qizlarimiz uchun. Modelning yana bir ustunligi shundaki, unda Bluetooth orqali ulanib, eng yoqimli musiqalarni eshitishingiz mumkin. Bu massaj jarayonini nafaqat butun tana uchun, balki quloqlaringiz uchun ham juda yoqimli qiladi. Intellektual skanerlash tizimi tanangiz shaklini avtomatik aniqlaydi. Yelka joylashuvi, umurtqa chiziqlari va 150 dan 190 cm gacha bo'y balandligini aniq moslashtiriladi. Ergonomik dizayn orqa umurtqa shaklini mukammal takrorlaydi. Har qanday gavda tuzilishi uchun zich va qulay teginishni ta'minlaydi. Maxsus tay uslubidagi belni cho'zish massaji umurtqa oralig'ini yumshoq ochadi. Belda to'plangan charchoqni kamaytirib, tanani chuqur bo'shashtiradi. Bosh qismi yengil orqaga egilib, bo'yin va ensa sohasi zich massaj qilinadi. Bel va orqa qism yuqoriga cho'zilib, ko'krak qismi ochiladi. Oyoqlarda esa havo yostiqchalari yumshoq bosim va o'rab turuvchi massaj orqali boldir mushaklarini chuqur bo'shashtiradi. Belni isitish funksiyasi va past shovqinsiz mexanizm haqiqiy dam olish hissini beradi. MTI 680 bu shunchaki massaj emas, bu aqlli, qulay va sog'lom hayot sari yo'l. Mahsulotlarimizga 3 yillik kafolat beriladi. Shuningdek, mahsulotlarimizni Uzum platformasi orqali ham xarid qilishingiz mumkin.